Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Sizlar Milliy Forum kanalini ko'ryapsizlar. Obuna bo'lishni unutmangizlar. 1-may kuni inson ijtimoiy xizmatlar markaziga davlat xizmatlari markazi, xalq qabulxonasi, keyin nima deydi? Bandlik idoralarini bu yerga solib chiqarsam, ijtimoiy xizmatlar markazi bizni obro'yimiz to'kdi deb ichki ishlarga yozib beribdi. Halki ichki ishlarga yozib beribdi, xohlasalar sudga beringlar. Sizlardan qo'rqadigan joyim yo'q. Sizlarni tashkilotlarning tashkil qilinganini men o'sha 21-kuni borganda bildim. 1 yildan oshibdi. Xodimlaring hech qanday joyga ishlamasa, quri idorada turib tekin tomoqlik oylik olsalaring, aholi orasiga aylanmasalaring, qayerdan bilamiz sizlar tashkil qilinganliklaringni? Prezident 2025-30-yanvarda farmoniga muvofiq meni holatim bor ekan, arzam. O'sha arzani xalq qabulxonasi orqali tashlayman. Undan oldin yangi idora ekan borib ko'ray, qani sizlarga aloqasi yo'qmi desam, yo'q deydi. Bilmaydi o'zi o'tirgan joyida, qonunni, qoidani bilmaydi. Bular bu tashkilotlar, yangi tashkilot ochishdan maqsad xalqqa davlat tomonidan yaxshi xizmat ko'rsatish, lekin ammo nima deydi? Ilmi yo'q. Bolalarda qonun prezident farmoni chiqqan 30-yanvarda chiqqan 1-maydan boshlab 2021-maydan boshlab ishga nima deydi? Ishga tushishi yoki nima deydi? Kuchga kirishini bilmaydi. O'tira. Farqi yo'q. Tankasi zo'r, birov so'ramaydi. Assalomu alaykum deb ustidan bir ikkitasini yozsa, bunisini bu joyga, bunisini bu joyga qo'ya. O'sha markaz ochilganiga 1 yildan oshib bilmayman. O'sha xodimni bir marta kelib unga urganmasa, o'zi davlatni borki, opshi kerak emas tashkilotlar bosib ketdi. Buncha tashkilot o'zi kimga keragi bor? Korrupsiyani rivojlantiradi, boshqa hech narsa qilmaydi. Tashkilotlar ish faoliyatiga men o'zi tushunmay ham qoldim. Mana 1-maydan boshlab prezident farmoni kuchga kirdi. Bugun 27mi? 17 kun bo'lyapti. Hali arzim qabul qilinmabdi. Nimaga desam, aytadi, aka deydi, siz deydi, hali deydi, ishlab chiqyapmiz deydi. Ha, 1-maydan kuchga kirdi prezident farmoni. Farmon ishga kirdimi? Arza qabul qilinish kerak. O'sha 1-maydan boshlab. Prezident farmoni faqat sud orqali to'xtatib qo'yish haqqi bor. Boshqa hech qanday tashkil to'xtatib qo'yishga haqqi yo'q. Mana sizlarga yangi O'zbekiston. Haqiqatni gapirsang, shantajlik qilib ichki ishlarga yozib beradi. Xohlagan yo'q. Men ham yuqoridagilarni so'rayman. Bu vakolatni davlat tashkilotlaridan olish kerak. Oldida tekin tomoq hamma tashkilot yuristi bor. Ichki ishlarga borib shantajlik qilmasindagi o'zlari sudga bersin. U tekin tomoq yuristlar nima qiladi? Shantaj qilib ichki ishlarga yozib berish bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar obro'sizlantirdi. O'zi obro'y degani xalqqa xizmat qilish degani. Sizlar obro'ylaring shu qaysi tashkilot bo'lishlaring qadi. Xizmat qilmadilaringmi? Sizlar obro'ylari yo'q tashkilotsizlar.